haligi amrosa qichib qayoqqa amini bera olmayotgan opalar uchun hali amiga joy topa olmasdan nima qilishini bilmasdan hali menga yozayotgan bolalarga, meni tanish bolalarimga, aka-xonlarga maskasini sikayotgan amlar uchun. Assalomu alaykum, palonchi aka, pistonchi aka deb qo'ysam, sirasi kirayotgan, yozayotgan, ularning lichkasini to'ldirib berayotgan amlar uchun. Amlar, men assalomu alaykum deyotgan bolalar hammasi meni aka-xonlarim bo'ladi. Sizni amizga даже amiz naradisin og'ziga kanchat qilmaydi u bolalar. Так что lichkasiga o'tib yozib, tam Jasmine Transbintrestni deb yozib o'tirmanglar. Ovora bo'lib, ular sizlarning og'zingizlarga ham kanchat qilmaydi. Sizni tam qalaysiz, yaxshimisiz aka deb yozganingiz tushunmaydi. Так что ko'tinglarni qisib o'tiringlar, ammo qichayotganlar. Iltimos maskalar qilinglar undan ko'ra menga o'xshab. Meni efirimga kirib "Привет, Jasmin" deb qo'ysa, "Привет, palonchi aka" desam, lichkasiga o'tib, "Timda yatib interesmi? Timni interesim?" deb yozib, o'ruschani yozishni bilmasangiz, yozib pozor bo'lmang, opa. Nima qilasiz? Armanda ul katta xotin ekansiz. Necha kiransiz? Tam 60-70 gami, 80 gami. Amiz уже popularность yo'qotgan. U yerdan nechta turonlar chiqib ketgan, nechtasi kirib chiqqan u yoqqa. Qo'ying endi. Amiz meni tanishlarimga ayt qilmang, ular sikmaydi. Sizni og'zingizga ham bermaydi, opa. Uyating. Endi mana profilimga qo'yib sharmanda qilganim kerak emas-tur. Endi qo'ying, opa, Amiz bir joyda mahkam ushlab o'tiring. Menga deb klitorlaringizni qisib o'tiring, iltimos. Sharmanda bo'lib qolasiz. Menga qo'yib qo'yaman, yer beriz, ko'rib qoladi, o'ynash bermay qo'yadi keyin. Itiskimay qo'yadi keyin, vashshe. Qo'ying endi o'zingiz sharmanda qilmang. Meni palonchi aka "Привет" deb qo'ysam, yozavermang ha deb. Tanisizmi? Qaydan bilasiz? Nima qilgansizlar? Qayerga borgansizlar? deb anaqa diktator bo'lmasdan amizni qisib o'tiring. Shu men hayron qolaman, O'zbekistonda, Xorazmda, tam viloyatlarda o'tirishib olib, tam Moskvada, Novosibirskda o'tirishib olib, izlab topishadi. Ismini aytsam, izlab topib, qaydan taniysiz, nima qilgansizlar, qayerga borgansizlar, nima uchun sizga u aka dedim. Qachon ko'rishgansiz, nimaga ko'rishgansiz, qachon ko'rishgansiz, nimaga u sizga telefon qiladi. O'zbekiston muhojirlari haligi meni tanishlarimga yozayotgan odamlar. Men sizlarga milliarder yoki millioner odam emasman. Tilamchilik qilishni to'xtatinglar. Endi meni tanishlarimdan pul so'rashga o'tdinglarmi? Assalomu alaykum, palonchi aka deb qo'ysam, undan u ham milliarder bo'lsa kerak deb pul so'rab yurmang. O'zlarimiz muhojirmiz, ishlagani kelganmiz, tinch qo'yinglar, meni tanishlarimni. Jasminga aytinglar pul berib tursin deb yozavermanglar, ovora bo'lib. Ko'rpa to'shak oldim, qaranglar go'zalligini. Voy, qarang. Это по 8-marta qizlar menga Dyson podarka qilishuvdi. Biror marta ishlatib ko'rmadim, mana bugun ishlatib ko'rdim. Juda ham go'zallik. Bugun lazerni epilyasiya olib keldik, qani tekshirib ko'raman. Nechta ham spishka. Qani ko'raylikchi. Bitta bosib. Voy, qo'rqmang. Yo'q. Mana, og'rimayaptimi? Yo'q, alida qo'ydi. Ha, bu sochi bor joyda o'raysiz-ku. Sochi bor joyda o'raydi-da. Og'rimayaptimi?